Assalomu alaykum. Nurbek Ustoz kanalini kuzatib borib turgan hurmatli obunachilar. Albatta shu mukail navesimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bu navesimizda Farg'ona viloyati Buvayda tumaniga olib kelib o'rnatdik. Materiallariga keladigan bo'lsak, stoykalarini 10 ga 10 qilib berdik. Mana stoykalarni 1.7 senada bo'lgan stoykalari 10 ga 10 bo'lgan. Mana shu tepadagi ko'rinib turgan ikkala o'q xorisi. Yaqinlashtirib ko'rsatib beramiz. Mana shu uzun xorimiz 4 ga 4 bo'ldi. U 1.5 senada bo'ldi. Bu firmalarimiz. Mana shu ko'rib turgan firmalarimiz 1.5 stena bo'ldi, u ham 4 ga 2 bo'ldi. 50 cm ga tushgan reykalarimiz 1.2 stenada bo'ldi, 3 ga 2 bo'ldi. Hurmatli obunachilar, buni narxiga keladigan bo'lsak, 1 kvadratni 300 ming so'mdan qilib berdik. Общий kvadratimiz 136 kvadrat bo'ldi. 21 ga 6,5 metr joyga o'rnatdik bu navesimizni. Общий summasi 41 million bo'ldi. O'zbekiston bo'ylab dastavka ustanovkamiz bor. Kanalimizda yangilar podpiska bosib obuna bo'lib qo'yasizlar. Usta Nurbek sizlar xizmatlaringni